أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين وآله وأصحابه عليهم أجمعين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم يبتغون فضلا من الله ورضوان أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli o'quvchilar, saboqdoshlar, yana bugun Alloh subhanahu va taoloning fazli va rahmati bilan har bir so'zlar bilan darsda yuz ko'rishga Alloh nasib qildi. Biz Kitabul Imonning 13. hadisiga kelib darsimizni oxirlashtirgan. Bugun dars 13. hadisdan boshlanadi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Abi Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib mundaq dedi. A'rabi degan shaharlik emas, shaharlikka qarshi bo'lgan, shaharlikning qarshisi bo'lgan so'z bo'lib, yezida tug'an, sahroda tug'an, tog'da tug'an, cho'lda tug'an kishilarni A'rabi deydi. Endi A'rabi deyish bugungi jamiyatdagi odamlarning odatiga o'xshash, voy bu yeziliqkan, to'mtuvoqkan, madaniyetsizkan, tushungisi, ya'ni oddiykan yoki kallisi jiq bir narsani bilmaydigan degandek bir xil masxira, haqorat yuzidan deyilgan emas. Faqat o'zininki yo shahardan tug'an yoki yezida yashagan, sahroda yashagan degandek yashagan o'rinni demakchi. Endi insonlarning haqiqatan yashagan o'rniga loyiq safası, seviyesi ve özünün düşüncesi hem buludu buralarla. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de El-A'rabu eşeddu kufran ve nifaqan ve eceddaru alla ya'lemu hududa ma enzelallah dedi. Malum. Bir A'rabi, yani sahralık o'rnidan turib mescidga sivetdi. Fatanawalahun nas, onu adamlar to's qilutdi. Oy unda qilma. Oy nima qilganing bu? Men masjidga siyamsan deb. Faqala lahu an-nabiy sallallohu alayhi vasallam to's quchilog'i payg'ambar alayhisolatu vasallam o kishini siygili qo'yinglar. Siydikini uzib atmanglar. Uning suydikiga bir chelak suv to'kib o'tinglar. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ Sizlar osonlashtiruvchi qilib avatilindinglar, qiyinlashtiruvchi, tashlashtiruvchi qilib avatilindinglar dedi. Mana bu hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga qanday bir muomala qilishlikni bizga o'rgatadi. Cemiyette insanların seviyesi, safası, düşüncesi her xil şekilde, o'xshamagan şekilde bo'lganlik uchun cho'qim biz gap qilmoqchi bo'lgan, yo muomala qilmoqchi bo'lgan, yo yashamoqchi bo'lgan odamlarning oldi bilan seviyesini, safasini tushunishimiz lozim. Tuğan kişi, aldığımızdaki tuğan kişi alim mu, ya ki bilimsiz kişi mi? Ya ki sehralık mı, şehirlik mi? Onun düşüncesi kançılık ya ki emas. Buna bunu bir aydınlaştırılışımız ve bilişimiz lazım. Şunun karta muamele kılış,
Şununga qarta adab, axloq, qoida yusunda bo'lishimiz kerakligini bu hadis bizga uqtirib berdi. Ana qarab baqinglar, sahrolik degan kelgan yerga siydigan, tahorat qiladigan, ne chuqur bo'lsa, ne bir tağning keyni bo'lsa, shu yerga o'tiblam sip qo'ydigan, tahorat qilib qo'ydigan, hojatini ado qiladigan bo'lganligi uchun o kishi masjidning ulug' muqaddas bir joy ekanligini, u yerda tahorat qilish emas, hatto bika so'z harakatlar bilan bo'lishninki to'g'ri emas ekanligini bilmadi va tushunmadi. Natijada u masjidga sivatdi. Odamlar, onun yani sahabalar, şu masjidda bor sahabalar, masjidda bor kishilar, ba'zi kishilar, hammasi emas, ba'zi kishilar onun bu qilmishini aqliga ololmadi, sig'dirolmadi va buni qabul qilolmadi. U bu ulug' joy tursa, masjid degan namoz o'qidigan yer tursa, bu yerga sip solamdi deb achchig'i kelib, qaynab onunga malamat qilishga boshlaganda Payg'ambar alayhisolatu vasallam qo'ygan dedi. Buni siydig'ini sip bo'ldi, bulg'aydigan yerni bulg'ab bo'ldi. Endi uni chala, sigili qo'ymasanglar, chala sip salsa, uning ziyonli yerga taqa bulg'unidi. Shuning uchun u sivasin, hojatini ado qilib olsin, ammo sizlar uning so'tiga o'tinglar deb Payg'ambar alayhisolam bu yerda bir ikki ishni biri buladigan ish bo'ldi. Yeni birisi o siymasa, to'liq siymasa, u kasal bo'lib qoladigan, suydukdan yuqumlanib, uning suydukka o'ziga ziyon qiladigan bo'lganligi uchun ikki kishining birisi ziyon oldi. O cho'ng ziyon, ya'ni jismoniy kasal bo'lish, bu cho'ng ziyon bo'lganligi uchun sizlar uni qo'yib o'tinglar siyosin deb qanday muomala bo'lishlikni islom bizga o'rgatdi. المعنى العام عموم المعنى hadisning bir qarab baqayli. انتشر الإسلام في البدو والحضر وسطع نوره في طرق المدينة وشعاب الصحراء. İslam yezida, şehirde tarqalib, onun nuru şehirning yo'llari, sahroning ko'chalarida chaqnadi. وغزا شغاب القلوب الهينة اللينة والقلوب القاسية الجافية. Yumuşak kalpler, kattık, taştak kalplerini kapladı. Gaza degen uruş kıldı deyimiz. Şigab degen kalpnin kepi, kalpnin içi, kalpnin tigi demekçi. Şu yumuşak kalpler, şehirde yaşayan, medeniyetlik, sapalık, ilim, an sapası var, kalpler, tağda yaşayan, sayda yaşayan, sahrada yaşayan, kattık, taş yürek, ketip ketken kalplerini kapladı. Yani onun gumu tesir kösetti, vagaza degen tesir kösetti. كان الأعراب خلف أغنامهم يسمعون به فيؤمنون ثم ينتهزون فرصة قربهم من المدينة فينزلون إليها ويقصدون مسجدها لينعموا برؤية رسول الإسلام ومشافهته. Qo'yning keynidan yugurayotgan xalfa degan zarb bo'lib filga aloqador bo'ladi. Shu qo'yning keynidan yugurayotgan yeziliqlar, sahroliklar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning payg'ambar bo'lganligini anglatdi, iman etdi. Anglab iman etdi. Summa an o'zlarining Medine Munevverge yaqinlashganlik fursatini ching tutib, Medine Munevverge tushadi ve Medine'nin mescidini, İslam'ın peygamberini görüş ve onun bilen yüz sözleşiş huzurunu eliş için maksat kılattı. Yani o degen İslam'ın peygamberini görüş bilen ve onun ve yüz sözleş huzurunu eliş için şunda bir huzur eliş kalbini içiş rahatlanish uchun masjidini maqsad qilardi.
Tağda turib iman etgan bilan qo'yni haydab ketib, Madinaning qishqa yaqinlashib qolsa, darhol Madinaning qishriga yaqinlashib qoldik. Berib bilan bir masjidga berib payg'ambarimni ko'rib, payg'ambarim bilan so'zlashib chiqayli deb ketdi. ومن هؤلاء الأعراب الجفات ذو الخويصرة اليماني دخل المسجد النبوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فسلم ثم صلى ثم قال بصوت جهوري اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أبدا. Aşşu kalbi ketip ketken Arabiladın yoki jafolik mashaqqatlik turmushda yashagan Arabilardan Yamanlik Zulhuvaysira Payg'ambar alayhisolatu vasallamning masjidiga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablarga so'zlab nasihat qilib turardi. U salom qildi. Namoz o'qib bulib yuqori ovozda ey Alloh menga Muhammad alayhisalomga rahim qilgin, biz bilan hech kimga rahim qilmagin dedi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد هجرت واسعا بل قل اللهم ارحمني ومحمدا والمسلمين. Onunga Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın kengri fazlini tostun sen. Bizden başka rahim kılma, bizden başka merhamet kılma deyiş bilen Allah'ın keng fazlini başkalardan tostun. Belki deyin ki ey Allah bana rahim kılgın, Muhammed'e rahim kılgın, bütün Müslümanlara rahim kılgın. Dep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğütüp koydu. Demek Müslüman Allah subhanahu ve Taala'nın rahmeti, Allah'ın mağfireti, Allah'ın bereketi, Allah'ın hidayeti, Allah'ın merhameti çeksiz. Şunun için dua kılganda yoki bir Allah subhanahu ve Taala'dan tileydigan tiliki bo'lib qolsa, agar u o'ziga xos bo'lmagan vaqtda umumiy musulmonlar uchun tilash, umumiy musulmonlar uchun o'ylash, umumiy musulmonlar uchun so'rash bu islomning axloqidir. Bu birisi Allohning keng ne'matining keng yeyilishi uchun. Ikkinchi birisi vallohu a'lam özü eğer o tilengen dua soralgan Allah Teala'nın fazlige layık bulmay kalsa şu umumi Müslümanların içinde düşüşke layık bulgan birersi bulap kalsa ana onun fazli bilen onun gumu düşüdü ve sorguçkumu düşüdü burada. Şunun için Müslümanlar umumi buluş gerek. Hemmini oylaydıgan buluş gerek. Hemmi üçün kuyunduğun, gımını yediğin buluş gerek. Sümme qâme Zulhuvaysira fentaha nahiyeten minel mescid ve fi zaviyetin min zavaya vaqafa yabul ve ra'ahu sahabetu fesaret sairetuhum ve sahu meh ukfub bih tawakkab وصاروا عليه واتجهوا نحوه يزجرونه ويردعونه فناداهم رسول الرحمة تعالوا دعوه لا تقطعوا عليه بوله. Zulhuvaysira o'rnidan turib masjidning bir tarafiga bordi. O masjidning burjaklaridan bir burjakda sigili turdi. Mescidin bir tarafı ya o'ng sol tarafiga berib shu burjikiga sigili turdi. Uni sahobalar ko'rdi, ularning g'azabi toshdi. Sairatuhum degan g'azabi toshdi. Ochiq kep ketdi. Ko'kili cheksa ding turdi. Ular voy to'xta nimish bu tur deb tovlashdi. Onunla qo'zg'aldi, achchig'ini tutuvag'ili, silkigili, nima qilg'ini bu deb qayg'ili qo'zg'aldi. O tarafga uni to'sqili, uni yandog'ili yuzlandi. Ularni rahmat payg'ambari bu yoqqa kelinglar. Uni qo'yinglar. Uni
onun süydükünü üzüp etmanglar, sivasun, tügütüvasun dep çakırdı. Da'uhu fel yukmil, koyanlar onu tügütüvasun. İnnehu cahilun bil hükmü. Çünkü o mescidki siyişinin günah buluduğallıqını, hata buluduğallıqını, onun hükmünü okumaydı. Çünkü o mescidini tani kılış, mescidinin mescidki hürmetsizlik kılışını maksat kılmaydı o. İnnehu yazunnu ennel mekanellezi huve fi kebaqiyeti emakinis sahra. O özü turvatkan urunun sahradaki başka urunlarga okşaş oylaydı o. Ne gibi beripsi ise buna vurdu dep. İnnehu yazunnu ennehu meta ba'uda anin nas tabulu keybeşa. O insanlardan yıraklaşkan zaman halığa yegi siyalaydı dep oylaydı. Kaddiru zurufer recul. Bu adamın şaraitlerini göz aldığına keldirip bakalım. Oylap bakalım. Fakat bu'istum muyassirine ve lem tub'asu muassirin. Sizler asallaştığı çıkıp evetilgen, kıyınlaştığı çıkıp evetilmegen, yessiru asan kılınlar, kıyın kılmanlar. İki ziyanının yengilini üstünlük elanlar. Makan necis buludu. İş tügeydi. Şu tuğan urun necis buludu. İştugaydu, menet buludu. Ve kat'ukum li bawlihi seyuhdisu bihi darara ve seyulawwisu bedenehu ve sevbehu ve amakine ukhra minel mescid. Silanın o kişinin süydükünü üzgellikine onunla cismani ziyan epkilidir. Onun bedeni, kiyimini ve mescidin başka urullarını bulgaydı. Mana Resulullah dedi. O siyde tügeydi, iş tügeydi. Ama onun süydükünü yüzü etsenler, siygili koymasanlar, o bedeni gibi ziyallık, kiyimi gibi yokudu, toxtutanmay tamçılap, bedelleri gibi yokudu, tamçılap, yeni başka yerlere yokuşu mümkün, şuna tügütü versin işte. Bu işin birisi kaysa, siyde tügeydi bu, ama siyemmedi, onun bir ziyan, urun bir ziyan, özününki başka bedellerine, kiyimlerine bir ziyan. Kaysi ziyan yengil, kaysi ziyan iğir. Şunun için yengil ziyanını kılıp çoğun ziyandan saklanırlar. Qalu femel amelu ya Resulallah, sahabılar undak nemiş kılış gerek ya Resulallah dedi. Peygamber aleyhisselam i'tuni bidelvin kebirin memnu'in ma'an feca'u bihi. Ma su bilen toşkuzulgan çoğun bir çilekni epkelanlar dedi. Sahabılar onu epkeldi. Peygamberim subbuhu ala mekan bevlihi. Bu sunu o sigen urunga tökenla şeyen peşeyen asta zimin pak buludu dedi. Summa da'ar racul ve bi gayetir rifqi ve muntehellin kâle lehu. An Peygamber aleyhissalatu vesselam helikki sigek edemni çakırıp nâiti mihriballık bilen, yumuşaklık bilen o kişiye dedi. İnne hâzihil mesâcide la yeliqu bihel bevlu vel qazar fakat hussiset li zikrillahi ve salâh. Hakikaten bu mescidler onun da siyiş, taharet kılış layık emas. Bu Allah Teala'nı esleş ve namaz okuşunu has kılıngan dedi. Kâle ahsente ya Resulallah ve cezakallahu hayr bi abi ente ve ummi len a'ude li misliha ebeden. O kişi yaxşı muamele kıldın ya Resulallah. Allah sana ceza versin. Dadam sen, anam sen, ikinci bunda işte kılmayman dedi. Öyle bakalım. Eğer balımız öygi sipsasa, ya küçükümüzü sipsasa, ya yotkan körpülüğümüzü sipsasa, biz ne mekalimiz? Özümüzün ansız balısı, sapasız balısı, şu küçük bir bala. Onu kandak kılımız, urumuz, tıllayımız, onu düküşleyimiz, açıklayımız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana o kişiye kandak muamele kıldı. Koyanlar, o okumaydı dedi. Uksa simaydı, sigen hemen sigen iken ukmaydı, ukmagan adamga qattiq muamele qilish, ukmagan adamga unda
ig'ir darajada aziyat berish bu to'g'ri emas. Uni mehribonlik bilan, yumshoqlik bilan nasihat qilaman deb mana bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ustozning shogirdga rahbarning atrofdagi fuqarolarga qanday muomala qilishi va har bir kishining sharoitini yaxshi tonish, yaxshi tushunish kerakligi haqida bizga alohida eskartdi. Al-mabahisul arabiyya bu hadisdagi arabcha tadqiq qilingan so'zliklar. Qama a'rabiyyun fil masjid. Al-a'rabi al-a'rabning mufridi. Ular men sakanal badiyata araban aw ajaman. Sahrada tug'an kishilar arab bo'lsin yo ajam bo'lsin. Fal-a'rabiyyu muqabilul hazari wal arabiyyu muqabilul ajami. Arabiy degan shaharlik deganning qarshisi, arabiy degan ajam deganning qarshisi. Wa fi wasfir rajul bil a'rabi i'tizarun an fi'li. Eliq kishini arabiy deb sifatlaganlikda uning qiliqini to'g'ri tushunish bor. Bu arabiy degandiki ne buningki madaniyat saviyasi tuvan, bilim safhasi yo'q, ijtimoiy, ya'ni qabili iqtidori tuvan, shuning uchun buni anda qoyimama. Vel muradu bil masjid al masjidun nabawiyyu bil madina. Masjidin maqsad Madinadagi payg'ambarning masjidi. Rasulullohning masjidiga sip qo'ygan kishi u. Tatanawalahun nasu biz zajr val lawm. U kishini insonlar silkib turib, malomat qilib turib to'sdi. Fafil Buxoriy fazajarahun nas. Buxoriyda zajarahun nas tabba. Muslimda fasaha bihin nas faqalu mahma. U kishiga odamlar vaqirab, to'xta dedi. Vel muradu ba'dun nas an-nasdan hammadan modisi yo'q. Ya'ni masjiddagi ba'zi sahobalar da'uhu bir rivoyatda wala tuzrimuhu ta'ni pish zani sakin rani zi o'qish bilan wala tuzrimuhu la taqta'u alayhi bawla. Uning suyudikini kesib atmanglar. Sivasun va hariqu ala bawlihi sajdan min ma'in aw zanuban min ma'in. Dilido ariqu hi bilan hamza mabtuhning maxraji asosan yaqin bo'lganligi uchun ba'zida ariqu kasm bo'ladi, ba'zida ariqu kasm bo'ladi. Endi o sigan urunga to'kib o'tinglar. Sajda sinning zabri, jimning sukun bilan cho'ngchilik, dalgul azima cho'ngchilikni deymiz. Zanub zalning zabri nunning pishi bilan zanub deb u suvlan to'shqizilganchilik. Uningga quruq holatida zanub deyilmaydi. Suv bilan to'shqan liq suyvachilik bo'lsa zanub bo'ladi, suv yo'qchilik bo'lsa o sajda bo'ladi. Hadisning mazmuni yata'arrazu al-hadis li tathhir al-mutanajjis. Nijosatga aylangan, ma'nat bo'lib qolgan zimin yoki kiyim-kechak deganga o'xshagan ma'nat bo'lib qolgan shay'ini paklashga hadis chaqiladi. Bu qanday paklaymiz deb. Va yahsunu bina an nasta'riza an bi ikhtisarin mazahib al-ulama fi at-tathhir. Bizga ulamalarning paklash haqidagi qarashlarini yig'injaqlab o'tirib qo'yish yaxshi. Bir yig'injaqlab o'tirib qo'yvasak, bu bak go'zal. Hammalar buni abdan tushuna olasizlar. Va ta'biru daqiq an nutliq ala aynin nijasa va jurmiha labza najas va ala ma asabatu min ma'i'in aw jamidin labza mutanajjis. Inchki iborat nijosatning o'ziga, uning jismiga najis degan labzini ishlasak, nijosat yuqib qolgan suyuqlikqa yoki to'ngloq nasiga mutanajjis degan atalg'ini ishlatish va inchki bir iborat. Najosat degan shu nijosatning o'zi. Mutanajjis degan u nijosat yuqib qolgan, nijosat aralashib qolgan, nijis bo'lib qolgan pakiza, asli pakiz narsa. Mana bu ikkisi ayrim. Wal aynun najasa la tathur
إلا ما كان من جلود الميتة على خلاف بين العلماء. Nijasetning o'zi, masalan, ganda yoki suydik yoki sperma yoki mazi degandek nijosetning o'zi u pak bo'lmaydi. O'zi ulab qolgan hayvonning terisidan bo'lgan narsadan bilak. Ulamalarning o'rtasidagi ixtilof bilan. Buningda ulamalar o'rtasida ixtilof bor. O'zi ulab qolgan hayvon bizatihi najis bu yanda emas. Uning terisi paklansa, ashlansa pak bo'lamdi, bo'lmamdi degan haqda ixtilof bor. Buningdan boshqa nijoset pak bo'lmaydi. Amma ma kana min aynin najasa kal bawl wal uzra fa innahu la yathur fi zatihi. Endi nijosetning o'zi suydiqqa o'xshagan, gandiga o'xshagan bu narsalar u o'z zotida pak bo'lmaydi. Nijis degan o'z zotida nijis bo'lgan narsa pak bo'lmaydi. Va kullu ma naf'aluhu iza asaba sawban aw jamidan an nuzilahu va nuhawwilahu anhu. Bu nijoset kiyimga yetib qolgan yoki to'nglar ya tong yağ deymiz, un deymiz masalan, yoki buğday qo'noq deymiz. Mushuninga o'xshagan to'ngloq narsaga yetib qolgan vaqtda qiladigan har bir ish uni o nijis bo'lgan narsani yo'q qilib o'tishimiz va o nijisni uningdan o'zgartirib o'tishimiz. Shu. Va iza asaba ma'ian aw ma'an an nuksira al-ma'i'a aw al-ma'. Agar nijoset suyuqlik, yog', suv degandek suyuqlikqa yoki sharbat masalan yoki asal degandek suyuqlikqa yetib qolsa yoki suvga yetib qolsa, yo'qib qolsa suyuqlikni ko'paytamiz, asli yog'ni ko'paytamiz yoki suvni ko'paytamiz. Kasratan tud'ifu aw tuhbi ta'sirahu. Bu ko'paytish o nijosetning ta'sirini ojizlashtiradigan yoki uning ta'sirini yo'q qiladigan darajada ko'paytiramiz. Fayasluhul ma'i'u aw al-ma'u lil-istimal. O vaqtda suyuqlik yoki suv ishlatishga nima qiladi? Yaraydi o vaqtda. Chunki uning ta'siri yo ta'mi yoki rangi yoki puruqi tugaydi. Tugaganligi uchun u suyuqlikka oz bo'lgan nijoset ko'p bo'lgan pokiza narsaning orasida u ta'sir ko'rsatmaydi. Va izalatun najasati la tajuzu illa bil ma'i 'inda ash-shafi'iyyati wal jumhur. Yuqoridagi so'zimizda nijoset yo'qib qolsa ikki xil narsa bo'ladi. Biri suyuqlik, suyuq narsalar. Yana birisi qattiq, to'ngloq, tarkibdagi narsalar. Bu ikkisiga suyuqlikqa yo'qib qolsa, qanday qilamiz? Uni ayirib qilib bo'lmagandan keyin nijosetni oz qoldirish, ta'sirini yo'qotish bilan yoki rangini yo'qotish bilan oz qoldirib turib uni yo'qotamiz. Agar to'ngloq narsaga yo'qib qolgan bo'lsa, uni kesib elib o'tish yo ayirib elib o'tish bilan uni yo'qotamiz. Nijosetni yo'qotish faqat suv bilan durus. Shafi'ning qarashida, jumhur ulamalarning qarashida. Asli nijosetni yo'qotadigan narsa suv. Suvdan boshqa narsa bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima qilinglar? Aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Asli suvni qayd qildi ashada. Va sahhur rivoyatayn an Ahmad. Imom Ahmaddan rivoyat qilingan ikki rivoyatning sahihsi yana suv bilan, suvdan boshqasi bilan nijosetni yo'q qilib bo'lmaydi. Va huwa manqulun an Malik. Imom Malikdan bu fikr naql qilingan. Va qala Abu Hanifa yajuzu izalatu an-najasati min as-sawbi wal badan bi kulli ma'i'in kal khalli va ma'il varda. Imom Abu Hanifa bunday deydi. Kiyimga yuqib qolgan nijoset va badanga, ustixonga yuqib qolgan nijosetni yo'q qilish, uni tozalash, kiyimdan, badandan tozalash
her qandaq suyuqlik bilan bo'ladi. Ya'ni o asli pokiza bo'lganlik uchun pokiza suyuqlik bo'lsa bo'laveradi. Sirkaga o'xshash. Sirka asli pokiza, uning suvi pokiza. Uning bilan suyini siqib agarda tarat alsak tarat bo'ladi yoki najosat yo'qib qolgan o'rinni, ya'ni tozalasak tozalig'li bo'ladi. Gül suyu, mesela kızıl gül suyu deymiz, ana suyu deymiz, ananın gül suyu deymiz. Aşının qo'shgan gülün sularini sıkıp, o suda nijasetni tozalansa, nijaset yok kılınsa, o pakiza o, umu su, çünkü su umu, asli su. وَلَوْ وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي جَامِدٍ كَالْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ أُخْرِجَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَانْتُفِعَ بِالْبَاقِي. Eğer nijaset ton nasiga qadimki zamonlarda bir ton yog'maydi, masalan tonlaq nasiga, masalan un, guruch, bug'doy, qo'noq deganga o'xshagan yoki qo'yning maylari bor, tonglaydigan chavo yog'lar. Mushuning o'xshagan tonlaq narsaga tushib qolsa, masalan, yog'da ulab qolgan sochqonga o'xshash. Bir tong yog' bor, yog'ni yigili kelib ulab qolibdi. O sochqon elli o'tiladi va uning atrofidagi o'sha sochqon tegib turgan tonlaq yog'lama elib o'tilib qolganlar bilan manfaatlandi. Çünkü o tonlaq bo'lganlik uchun u nijosetning ta'siri u yerga yo'qib qolmaydi. Faqat cho'kis qilamiz. Uni elib, uning yuzidan azroq, ya'ni qirib elib o'tamiz. Shuning bilan poklanadi. Bu haqda biz Al-Ixtiyor li Ta'lil al-Muxtar degan kitobda tafsili mukammal to'xtalgan. Şafii'nin qarışı, Cumhur ulamalarining qarışı, Hanifi'nin qarışı, onun delili nimaga asoslanganligini biz şu kitobda to'xtalgan. Har bir singlarni shu kitobga murojaat qilishni to'g'ri topdi. Wal hadisullazi nahnu bisadadihi fi an-najasa taqa'u 'ala al-arz. Biz uning mavzusida bo'layotgan hadis topuğa, yerga tushgan nijoset haqida. Biz uning doir mavzusidagi bo'layotgan hadis yerga tushgan nijoset haqida. Agar yerga nijoset yo'qib qolgan bo'lsa, u qanday bo'ladi? Fal hanafiyya yarawna annahu iza asabat al-arda nijasatun ratbatun kal bawl. İmam Hanafiler topuğa hül nijaset yo'qib qolsa sudukka o'xshagan. Fa in kanat al-ardu rakhwa subba 'alayha al-ma'u hatta yatasaffala fiha. Endi bu vaqtda topa necha xil bo'ladi? Qattiq topa, shig'illiq topa yoki yumshoq topa, qumga o'xshagan. Bunga bir qaraymiz. Agar topi bo'sh bo'lsa, yumshoq topa bo'libdi yoki qumliq bo'libdi, uningga su quyiladi toki u su toki u nijoset tuproqqa singib ketkichalik. Suvni quyimiz singadi, suvni quyimiz singib ketadi, tugaydi. Va iza lam yabqa la wajha shay'un min an-najasa wa tasaffala al-ma'u hukima bi taharatiha. Ziminning topining ustida nijosetdan bir narsa qolmay su singib ketsa, topa pak deb hukm qilinadi. Va in kanatil ardu salbatan, topa qattiq top ekan. Qattiq top bo'lsa, fa in kanat aliyatan haramiyatan hufira fi asfaliha hafira va yusabbu al-ma'u 'alayha 3 marrat va yatasaffalu ila al-hafira thumma tukbasu al-hafira. Topa qattiq ekan. Qaraymiz. Agar u topi igiz bo'libdi, düvülengen topa, igiz topu bo'lsa, o topining ostiga katak qo'linadi. O katakka 3 qitim suv quyiladi. Suv katakka singadi, an katakni tuntiriladi. Yani igiz bo'lgandan keyin to'pishga suv ochib qilib bo'lmagandan keyin zurriyatda tigiga qo'lab, u yerga suv qo'yamiz, suv singadi,
yana qo'ymiz, yana singdirib 3 qitim suv qo'yib, suv singandan keyin to'pini katakni tintirib, tuzlanib zemin pak bo'ldi deb hukm qilindi. Va in kanat mustawiyatan bihaythu la yazulu anha al-ma' la yughsalu li'adam al-fa'idati fil ghasl. Agar u to'pa tuzgan, unda igizma emas, tuz yakan. Uningdan suv yo'qolmaydigan darajada tuzgan. Tak shu aynakning yuzida suv yo'qolmaydigan. Suv quysak yurishmay, shu yerda turadigan ham singmaydigan bo'lsa, yuvilmaydi. Yuvish foydasi bo'lmaganligi. Yuli desak, yuvganning foydasi yo'q, suv singmagandan bal yuhbaru makanan najasa, balki nijosatning o'rni ko'lab elinadi. Ko'lab to'pisni elib o'tamiz. Vastadallu bi ba'd rivoyat al-hadis, ular hadisning ba'zi rivoyatlari bilan dalil qildi. Fa inda ad-Darqutni, Imom ad-Darqutni nimasida ihbiru makanahu summa subbu alayhi zanuban. O'z nijosatning o'rnini ko'lab, uningga bir necha chilak suv to'kib o'tinglar degan. Va inda Abi Davud, Imom Abi Davudning qarashida xuzu ma bala alayhi min at-turab fa'alqu va ahriqu ala makanihi ma. Sigan o'rindagi tuproqni elib tashib o'tib, uning o'rniga suv to'kkanlar degan. Va fi musannif Abdurrazzaqning kitobida ihbiru makanahu wa atrahu alayhi dalwan min ma'in. Sigan o'rinni ko'lib o'tib, uningga bir chelak suv to'kib o'tinglar degan. Shuning uchun ko'lab elinadi dedi. Va Shafi'iyya wal jumhur ala annahu la hafra va anna al-arda sulbatun aw rakhwa tathuru bi sabbil ma'i 'alayha kama huwa zahir al-hadith as-sahih. Shafi'i mazhabidagilar jumhur ulamalar tuproqni ko'lashninki o'rni yo'q. To'pa qattiq bo'lsin yoki yumshoq bo'lsin, suvni to'pining to'pisiga to'ksa pak bo'ladi. U sahih hadisning zahiri shu. Va yu'khazu min al-hadis, va hadisning ilmini أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا أنكروا بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه. Birinci, nijasetten saqlanış, keçiş sahabaların ko'nglida urlashgan. Shunlashqa sahabalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boyada Rasulullahdan ruxsat so'ramay inkor qildi. Bo'lmasa jim tursa bo'lardi. U degan qandoq o'rin, qandoq yerda bo'lsin, chuqum nijosatdan saqlanish, maynakchilikdan saqlanish, uningdan qutulish bu islomning prinsipi, islomning mabda'i deb turilgan. As-sani va anna bawl al-adami najas va huwa mujma'un alayhi. Ikkinchisi insonning suyidagi najis, u ulamalar tarafidan birlikka kelingan bir masala. Bütün ulamalar mayli musulmon, mayli kafir bo'lsin, u najis uning suyidagi. As-salis va fihi ta'yinul ma li izalati an-najasa 'an al-arz al-mutanajjisa. Bu hadisda nijosatni yo'qotish uchun nijisga aylangan, maynatga aylangan tuproqdan suvni muayyanlashtirish bor. Suvlar yo'qotalaydi degan qarash bu hadisdan chiqadi deydi. Wala yakfil jafafu bir-rihi aw ash-shams. Shamolninki o'tish orqali qurib ketsa yoki quyoshning nurining tushishi bilan qursa, u kifoya qilmaydi. Va huwa mazhabu Shafi'i va Malik va al-Hanabila. Bu Imom Shafi'i, Imom Malik, Hanbali mazhabining qarashidir. Bu hadis uningga to'liq dalolat qilmaydi. Va qala Abu Hanifa, Imom Abu Hanifa min dadida huma mutahhiran li'annahuma yuhayyilan shay. Shamol bilan quyoshmi poklig'icha. Chunki bu ikkisi shayni o'zgartiradi. Shamolning o'tishi orqali bir nijosat quriydi, ikkinchisi nijosat yengillaydi, uchinchisi nijosat oz qoladi. Shunda bo'lganlikdan biri oz qilishi, yana birisi uningki jismi, ya'ni kichiklashi, yana yengillash orqali bu nijosat yo'qaydi. واستدل به على عدم نزوب الماء
bu hadis bilan suning singmasligiga dalil talab qilindi. Li'annahu law ishturita latawaqqafat taharatul arz alal jafa. Chunki o suni nejis bo'lib qolgan, manat bo'lib qolgan to'piga, tuproqqa qo'ysa, su sinib ketmasa bo'ladi. Chunki o sinish shart etilinsa, to'pining pak bo'lishi qurishga qarashli bo'lib qoladi. Shuningdek, kiyimni siqishmi shart etilmaydi. Kiyimni siqmasami bo'laveradi. Tuproqqa suni qo'yding, singmasimi bo'laveradi. Va fihi dab'u a'zamil mafsadatayn bi ihtimal aysarihima. Bu hadisda ikki ziyon bor. İki ziyanning birini ishlimi, yana birini saqlanib bo'lmaydi. Bunda bo'lganda ikki ziyanning qaysi ig'ir, qaysi yenikroq. Qaysining ziyni cho'ng, qaysining ziyni nima? Tuvan. Qaysi ziyon umumiy kishilarga, qaysi ziyon faqat o'zangalam. Mana bu o'ylanadigan narsa. Umumiy xalqqa yetkazadigan ziyon, shaxs ketadigan ziyonga qarata cho'ng ziyon. Bu bir. İkincisi, yani tiz tugaydigan ziyon, uzun ta'sir qiladigan ziyonga qarata hech qanday ziyon. Mana bu ikki ziyonning cho'ngini to'sish, saqlanish uning ang tününü kötüleş bilen. Fel-bevlu fil-mescid mefsede ve qat'uhu alel-ba'il mefsedetun a'zamu minha. Mescidge taharet kılış bir hatalık. Onun taharet kılgıçını tosuşu onundan mı çoğunluğa hatalık. Ve tahsilu a'zamil meslahateyn biterki eysarihima. İki paydının çoğunu kolgu keltiriş, İkisinin en tüyününü taşlaş bilen. Tabi tenzihil mescid anil bevl meslaha. Mescidini südükten paklaş payda. Süygüçünü siyiştin baka boğana kadar koyup koyuş, onundan mı çoğunluğa payda. Fehasele a'zamul meslahateyn biterki eysarihima. En çoğun, iki paydının çoğunu, İkisinin kiçikini taşlaş bilen qo'lga keldi. Va fihil mubadara ila izalatil mafasid inda zavalil madi. Mana bu hadisda xata, buzuq ishlarni to'sash, yo'q qilish qoldirishba to'sadigan omil yo'q bo'lgan chaqda. Va fihi ar-rifqu bil jahil. Bu hadisda bilimsiz kishilarga yumshoq muomala qilishba va onunğa lazımlık narsalarni malomat qilmay yugutish var. Yugutish lazım bo'lgan narsani malomat qilmay yugutish var. As-samin va fihi rafatun nabiy va husnul xulqi. Bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mehribonligi va uning go'zal axloqi namoyon bo'ladi. Shu chiqib turadi. At-tasi' va fihi sayanatul masajid anil qaza val aqzar. Bu hadisda masjidlarni axlatlidan pişatlidan, nicasatlidan, meynetlidan saklaş ve qo'g'dash bor. Demek yuqoridagi hükümler bu hadisdan chiqadi ve bu hadis umuman musulmonlarga atrofdagi kishilarga qanday muomala qilish, foyda ziyonni qanday ayirish, yaxshi ishning yaxshirog'ini, ikki yomon ishning yomonrog'ini tunuş, bilish, şu boyunca muamele qilish kerakligini bizga o'rgatadi. Va oxirida alhamdulillahi robbil alamin.